9 oy. 9 oylik natijalar akalar. Siklamen, Superman, Woman gullarimiz akalar tayyor bo'ldi. Voy, mashalloh, qaranglar. Go'zalligini qaranglar, ajoyibligini. Shuni o'tgan yil may oyida tashaganmiz urug'larni akalar. Buni men yozib qo'yganini qarachi. Ha, nima debdi? Sotildi deb yozib qo'ydi. Voy. Ash polga sotilgan. Bu sotilib bo'pti akalar, qaranglar. Bunaqasidan bu yoqda ham bor. Voy, mashalloh. Esingizda bizni ko'rsatgan edimi? Oktyabr oylarida Abdulloh bilan birga ko'rsatgan edik. Ha, Hoji Akbar? Ha. Oyda odam bolasi dunyoga keladi-da. Ana. Qancha gul kerak akalar? 200 mingdan oshiq gulimiz bor inshaalloh siklamendan. Necha xil rangimiz bor, Hoji Akbar? Hop, taxminan 6-7 xil rangimiz bor. Oq deysizlarmi, qizil deysizlarmi, sariq ko'k deysizlarmi? Bo'ydan bor pushtilari mana. Bu yerda endi sortirovka qilinmagan ekan, naryoqda sortirovka qilingan joylarini ko'rsataman. Bu yerda nafaqat siklamen akalar, nari teplitsamizda gerallar ochilib yotibdi. Bu yoqda boshqa gullarimiz ochilib yotibdi. Mana qanaqa gul ekan? Hoji Akbar? Bu primula degan gul. Primula. Har xil ranglardan bor. Hammasi tuveda, eng asosiysi tuveda bo'ladi akalar. Ana. Qani? Bu yerda bunchalar ham. Buket olgandan ko'ra mashina olib bergan yaxshi emasmi? Ancha turadi, ha? Mashalloh. Bu yog'imiz gerallar, ajoyib. Mana bunisi oq ekan mana. Bunisi qizili. Ko'rasizlar, dasini olgan tuveda hammasi. Ana ochilib, mana bu g'unchasi ham ochilaman deb turibdi. Mana shunaqa tuvechalarda chiroyli qilib olib beramiz. Geran ham juda zo'r bo'lar akalar. Maza qilib olasizlar. Mana shu bola ma'ruf bo'ladi mana. Gul отделimizga javobgar bola mana shu. Ma'ruf, qale! Ey! Rasmiyatchi bola. Rasmiyatchi bola. Mana shu gulga javobgar, mas'ul shaxs ma'ruf bo'ladi. Ajoyib yigit, ajoyib bola. Mana bu yoqlar ham hamma yog'imiz siklamenlar akalar. Mana amli ketib yotibdi. Sotuvga tayyor inshaalloh, sotuvga tayyor qaranglar. Voy. 2 kilo. Voy, men bardo'yis ekan. 2 kilo, 1,5 kilo, mos kelavering. Ana. Bunisi oq ekan. Bunisi oq akalar. Endi akalar men boshqalarga o'xshab, unday edi, bunday edi, zo'r edi deb hali har xil ranglar berib, montaj qilib, bu narsalarni gapira olmayman. Bori qanday bo'lsa shunday ko'rsatdim. Xo'p, narxini hozir 22 mingmi shunaqa ketayotgan ekan, ha, Hoji Akbar? 22 mingdan. 22 mingdan bir tekis ketayotgan ekan. Ha, men telefon nomerlarini qo'yaman. O'zimizniki. Kelib bemalol 10 tami, 20 tami, 50 tami, 100 tami. Kimga nechta kerak bo'lsa akalar kelib olib ketaverasizlar. Maza qilasizlar. Bitta savatchani olib, to'rtasini olib, sovib olib kenayga olib borsanglar ham zo'r bo'ladi inshaalloh. Gerallar narxi 12 mingdan. Ana, geran 12 ming ekan, tuvegi bilan. Kelsanglar razni qilib har xilidan qilib beramiz. Assalomu alaykum.